Diqqat xalq tezkor xabar. Diqqat, shu haftadan havo keskin salqinlaydi. Avgust avvali salqin bo'ladi, keyin davomi jazirama bilan boshlanadi yana. Avgustning birinchi haftasi qishloq xo'jaligi uchun nisbatan qulay harorat sharoiti bilan boshlanadi. Kuchli shamollar va tog'li hududlarda qisqa muddatli yog'inlar agrotexnik tadbirlarni havo sharoitiga moslashtirishni talab qiladi. O'zbekistonda ertaga qanday ob-havo bo'lishi aytildi. O'zgidromet ertaga 6 avgust kun kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarining tog'li va tog'oldi hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-7 avgust kunlari kutilayotgan yomg'irlar sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Migratsiya agentligi mulozimlari 1 milliard so'mdan ortiq pulni o'mardi. Migratsiya agentligida 1 milliard so'mdan ortiq talon-torojliklar fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent shahri boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda Migratsiya agentligining mas'ul shaxslari agentlik xodimlari BD va NAning amalda ishlamagan davri uchun 931,6 million so'm ish haqi sifatida hamda intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan va jazo amal qilgan davrda Mehnat kodeksining talablariga zid ravishda 8 nafar xodimga 88,5 million so'm to'lab berib, byudjet mablag'larini rastrata yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning may oyida Migratsiya agentligining sobiq bo'lim boshlig'i Andijon viloyatida tug'ilgan 35 yoshli Azizbek Toshdemirov Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun o'tkaziladigan ba'zi epistopik imtihonlar vaqtida ayrim nomzodlar o'rniga boshqa shaxslar kiritilgani, tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ba'zi xodimlari esa ularga testdan o'tishda go'yoki yordam bergani holatlari kuzatilgan va ehtimoliy qonunbuzarlik to'g'risida fuqarolardan bir qancha murojaatlar bo'lgani sababli xalqaro qidiruvga berilgan edi. Voqeadan biroz avval esa tashqi mehnat migratsiyasi va xususiy bandlik agentliklari sobiq mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshirilgan korrupsion sxema aniqlangani, ular 600 dan ortiq odamdan $90 million olgani fosh qilingan edi.
Shundan so'ng 2025-yilning mart oyida korrupsion jinoyatda ayblanib ishdan bo'shatilgan, firibgarlikda gumon qilingan va Interpolga qidiruvga berilgan. Migratsiya agentligining sobiq xodimi Azizbek Toshtemurovning o'zi bu ayblovlarni butkul rad etib, har qanday qonunbuzarlik va korrupsiya boshida agentlikning amaldagi rahbari Behzod Musayev turganini iddao qilgan hamda Koreya 24 soat deb nomlangan Telegram kanalida bu haqda ma'lumotlarni joylay boshlagan. Mazkur xabarlar omma orasida turli shubhalarni uyg'otgandan so'ng 20-iyun kuni va nihoyat migratsiya agentligi shov-shuvli holat bo'yicha rasmiy munosabat bildirgan edi. Unda agentlik Azizbek Toshtemurovning skrinshot va audio rasmlari bilan iddao qilayotgan gaplari haqiqatga to'g'ri kelmasligini va bir tomonlama talqin qilinganini bildirilgan edi. Bu gaplar fonida joriy yil 23-iyul kuni Interpol saytida olib borgan tadqiqlar natijasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining sobiq xodimi Ichki ishlar vazirligi so'rovi bilan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan Azizbek Toshtemurov nomi bilan xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan sirli ravishda g'oyib bo'lgani aniqlangan edi. Bu orada agentlik xodimlariga aloqador bir nechta firibgarlik va talon-taroj qilishga oid $90 million oldida pista pulidek ko'rinadigan jinoiy ishlar aniqlandi. Keyinroq Inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov o'zining Telegram kanalida $90 million miqdorida zarar yetkazilgani aytilgan Koreya ishi bo'yicha sud jarayoni 29-iyul kuni boshlanishini yozgan. Ish jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tumani sudida sudya Dadaxonova raisligida ko'rib chiqilmoqda. Ish doirasida pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqari chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi bo'yicha ayblovlar bilan Ganchar Uzoqov, Temur Chorixsiyev, Alijon Ashurov va Suhrob Sayfuddinovlar sudlanuvchi sifatida jalb etilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.